Xushxabar, endi chet tilidan B2 sertifikatiga ega bo'lgan yoshlarga xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirishda 50% chegirma beriladi. C1 darajadagi sertifikat egalari o'z biznesini yo'lga qo'yishda davlat xizmatlaridan foydalanish uchun 50% chegirmaga ega bo'ladilar. Hozirda chet tilini o'rganayotgan yoshlarni xursand qiladigan bunday imkoniyatlar 20-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasi loyihasida qayd etilgan. Davlat rahbari ta'lim, tadbirkorlik, uy-joy, xalqaro imkoniyatlar va ijtimoiy faollikni qamrab olgan keng ko'lamli qarorlar paketini tasdiqlagan. Qayd etilishicha, 20 ming nafar yosh tadbirkor dunyoning yetakchi oliygohlari, jumladan Garvard va Stanford universitetlari hamda London biznes maktabi dasturlari asosida tahsil oladi. Eng yaxshi o'qituvchilar xorijiy malaka oshirish kurslariga yuboriladi. 100 ming nafar yosh zamonaviy kasblarga o'qitiladi. Yoshlar tadbirkorligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha 1000 nafar tadbirkorga 500 million so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Aynan kitob savdosi sohasidagi tadbirkorlar uchun 1 milliard so'mgacha. Hududlarda til markazlarini ochish uchun foizsiz kreditlar taqdim etiladi. Bildirilishicha, har yili kamida 10 mingta yosh oila imtiyozli ipoteka asosida uy-joy bilan ta'minlanadi. Chekka hududlardagi o'quv markazlari uchun soliq stavkalari 1% gacha tushiriladi. Davlat organlarida haq to'lanadigan stajirovka tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Yoshlarning roli va ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida har bir hududda yosh turizm ko'chalari tashkil etiladi. 50 ming ishtirokchini qamrab oluvchi milliy kibersport turniri o'tkaziladi. Volontyorlik loyihalari uchun 100 million so'mgacha grantlar ajratiladi. Top 100 kitobxon va ilg'or ijodkor mukofotlari ta'sis etiladi.